Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Borunun burunusida nihoyatda shuhratparast bir podshoh bor bo'lib, u har kuniga 3 qatim kiyim almashtirar ekan. Uzoq o'tmay, podshohning bu qiliqi butun bozordagilarga pur ketibdi. Dal bu chaqda ikki aldamchi podshohning shahriga kelib qopdi. Aldamchilar bo'lsa, bu yerning podshohining kunda 3 qatim kiyim almashtiradiganligini anglagandan keyin nihoyat xush bo'lib ketibdi. Hamda shahardagi kishilarga so'z tarqatishga boshlabdi. Bizda alomat bir rahbarki, u raxti tikkan kiyim nihoyat chiroyli, sifatli chiqadimi? Ammo bu raxni faqat aqlli, dono kishilar ko'ra oladi. Aqlsiz, nodon kishilar bu raxni ko'rishga nasib qila olmaydi-jimi? deb davron solib o'tibdi. Shuning bilan uzoq o'tmay bu xabar podshohning quloqiga yetibdi. Buningdan nihoyat xush bo'lgan podshoh ikki aldamchi bilan ko'rishibdi. Hamda ularga nurg'un oltin kumush inom qilibdi. Ondan ularni tez surat yilqi eng oliy sifatli raxni to'qib chiqib, o'zi kiymoqchi bo'lgan kiyimni tezroq bitirib berishga buyuribdi. İkki aldamchi shundoq qilib rax to'qish mashinasining oldidan aldirash qiyofatga kirib necha kun o'tkazibdi. Saqlab bo'lolmagan podshoh bir kuni eng ishonchli bir vazirini ularning ishining qandoq bo'layotganligini ko'rib kelishga avatibdi. Vazir vazifani topshirib olgandan keyin bir minutmi kechikmagan holda ikki aldamchining qishig'i berib, ularning ishini qandoq bajarayotganligini ko'zdan kechirgili beribdi. Biroq u qandoqli qarasa, ikkisining yolg'onlardan bir narsa to'qib o'ltirganligini ko'ribdi. Vazir ko'nglida, "Nimishqa men bularning qilayotgan ishini ko'rolmaydigandiman?" deb o'ylabdi. Dal bu chaqda ikki aldamchi vazirga qarab mundaq debdi. Hurmatli vazir oliylari, buningga qarab baqsalar, raxning ustidagi gullar nima degan chiroyliqa? Vazir bo'lsa, boshqalarning o'zini nodon vazir ekan deyishidan ansirab, to'g'ri, buning to'qilgan gullar nihoyat sipti chiroyli bo'pti-jimi? Ondan tezdan podshohning qishig'i berib, hurmatli podshoh oliylari, men boy berib dunyodagi eng go'zal, eng sifatli to'qilgan raxni ko'rdim, debdi. Buni anglagan podshoh xushalligidan qin-qiniga botmay ketibdi. Uzoq o'tmay, taqozolikda qolgan podshoh vazir va yana bir navkarini agashtirib, aldamchilarning qishig'i kepti. Biroq podshoh muqandoqli qarasa, ikki aldamchining to'qimchilik mashinasining oldida qup-quruq o'ltirganligini ko'ribdi. Podshoh ko'nglida, men nima ish bularning qo'lida to'qiyotgan raxni ko'ra olmayman. Qaraganda men nodon podshoh o'xshamamdim, deb o'ylabdi. Ammo boshqalarning buni bilib qolishidan ansirab, aldamchilarga kiyim bitganda butun shaharni aylanib chiqadiganligini aytibdi. Oxir bir kun yarim kechada ikki aldamchi yolg'onlardan kiyim tikayotgan qiyofatga kiribdi. Ammo bir qarasa, ularning turuqidan rostilla bir kiyim tikayotganda qiyofatlari chiqib turadi. Bu chaqda podshoh yana ularning qishig'i kepti. Podshohni ko'rgan ikki aldamchi quruq bir kiyim osqishni ko'rsatib, kiyimning bitganligini aytibdi. Podshohning atrofidagi kishilarmi yolg'ondan bu kiyimning nihoyat go'zal, chiroyli ekanligini aytibdi. Shuning bilan ikki aldamchi podshohning kiyimlarini soldirib, o'zi tikkan bu kiyimni podshohga kiydirishga boshlabdi. Podshoh aynakning oldida turib, o'zining hech qanday kiyim kiymaganligini ko'rib, xayolga cho'kibdi. Dal bu chaqda yanadagi kishilar yana uni maqtashga boshlabdi.
Padişah ularning o'zini maqtagan so'zlarini anglagandan keyin yana o'zining chiroyli kiyim kiyganligiga ishonibdi. Hamda bu maqtashlardan xo'sh bo'lgan padişah shu zamon shahar aylanishga chiqibdi. Dal bu chaqda yilqi ikki aldamchi boshqalarning diqqat qilmagandan foydalanib, o'lja olgan oltin kumushlarini olgan holda bu shahardan asta tikib o'tibdi. Shuning bilan padişahning yangi kiyim bilan shahar aylanishi rasmiy boshlanibdi. Shahar ko'chasiga lig'i to'lgan ammo padişahni ko'rgan hamon maqtashga boshlabdi. Buni anglagan padişahmi texmi ko'ranligan holda beshini igiz ko'tarib mengibdi. Voy, padişahning kiyimi nima degan chiroyli-a? Uy, men umrimda bunday chiroyli kiyimni ko'rib boqmaganjim-ku. deb maqtayotgan vaqtda tuyuqsiz bir kichik bola padişahga qarab varqirabdi. Padişah nemishqa hech narsa kiymay sirtqa chiqib oldi? Balaning bu gapi birdamda hammasining qulqiga tarqalib qopti. Hamda qaranglar, bu bola padişahni kiyim kiyimdi deydi-ku, deyishga boshlabdi. Ammo ahmoq padişah o'zini yanada chiroyli kiyim kiydim deb o'ylab, butun shaharni oshib aylanib yuribdi.